Qurilish uchun qaysi biri yaxshi? G'isht yoki avtoklavlangan gazoblok? Keling buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Standart o'lchamdagi g'isht 250, 65 va 120 mm. Gazoblok esa 600 ga 300 va 200 mm. Bir dona gazoblok taxminan 18 ta g'ishtning o'rnini bosadi. Agar uy qurilishi uchun 15390 dona g'isht ishlatilsa, gazoblokdan 840 tasi kifoya qiladi. Ko'rib turganingizdek farq juda katta. Gazoblok g'ishtdan 2 barobar yengilroq. Bu esa fundamentga kamroq og'irlik beradi va qurilish xarajatlarini sezilarli darajada tejaydi. Endi asosiy parametrlarni taqqoslab ko'ramiz. Ekologik tozaligi. Ikkala material ham inson salomatligi uchun xavfsiz hisoblanadi va o'zidan zararli moddalar ishlab chiqarmaydi. Yong'inga chidamliligi. G'isht ham, gazoblok ham olovda yonmaydi va yong'in ta'sirida o'zidan zararli moddalar chiqarmaydi. Ayniqsa gazobloklar o'z xususiyatlarini 700-900 darajada qizdirilganda ham saqlab turadi. Olov tarqalishidan samarali himoya qiladi. Issiqlik o'tkazuvchanligi bu eng muhim parametr. G'isht issiqlikni gazoblokka nisbatan 2 barobar ko'proq o'tkazadi. Natijada g'ishtdan qurilgan uy yozda issiqroq, qishda esa sovuqroq bo'ladi. Bu qo'shimcha isitish va sovutish xarajatlarini talab qiladi. Xulosa qilib aytganda, gazoblok g'ishtga qaraganda yengil, issiqlikni yaxshi ushlab turadi, qurilishda tezroq va iqtisodiy jihatdan tejamkor hisoblanadi.